Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi boshlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti nimalarni hal qila olishi mumkin? Yevropada drondan himoya devori paydo bo'ladi. Yevropa va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatning yangi bosqichi boshlanmoqda. Assalomu alaykum. O'tayotgan haftada BMT Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi boshlandi. Bosh kotib Antonio Guterres o'zining dastlabki bayonotlarida ko'p qirrali global inqiroz haqida ogohlantirdi. U qurolli mojarolar, iqlim o'zgarishi, qarz yuki va texnologik xatarlar, bularning barchasi o'zaro bog'liq muammolar ekanligini ta'kidladi. U shuningdek, Falastin masalasida ikki davlat yechimini qo'llab-quvvatlash, harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatish va insonparvarlik tanaffuslarini joriy etishga chaqirdi. 23-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham umumiy siyosiy munozaralardan nutq so'zladi. Prezident o'z nutqida O'zbekiston uchun muhim tashabbus va takliflar ilgari surdi. Bu nutq hech shubhasiz O'zbekistonning ichki islohotlarini xalqaro maydonda yangicha kontekstda namoyon qildi. Dunyo siyosiy iqtisodiy muammolari bilan kurashayotgan, geosiyosiy transformatsiyalar yuz berayotgan va global tizimlar qayta shakllanayotgan bir pallada O'zbekiston rahbarining takliflari mamlakatni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Ta'kidlash kerak, Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida ilgari surgan takliflar va tashabbuslar ko'p holatlarda allaqachon amalga oshirilayotgan loyihalar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, transport koridorlarini diversifikatsiya qilish, Orolbo'yini ekologik va ijtimoiy jihatdan tiklash, gender tengligini huquqiy va siyosiy jihatdan mustahkamlash kabi ishlar konkret loyihalarning hayotga tatbiqi orqali namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasida ilgari surgan takliflari O'zbekiston uchun bir qator strategik imkoniyatlar ochadi. O'zbekistonning xalqaro maydondagi ovozi va maqomini kuchaytirish, mintaqadagi rolini mustahkamlash, ichki barqarorlik va iqtisodiy o'sishni tezlashtirish kabi ezgu maqsadlar izchil va samarali tarzda amalga oshirilishiga umid katta. Agar ushbu tashabbuslar shaffoflik va xalqaro standartlarga mos ravishda hayotga tatbiq etilsa, yangi O'zbekiston konsepsiyasi global kontekstda ham ro'yobga chiqishga hech qanday monelik qolmaydi. Bosh Assambleya sessiyasi qator kutilmagan va esda qolarli voqealarga boy bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trampning korteji ko'chadan o'tayotgani bois Janubiy Koreya, Turkiya va Fransiya prezidentlari Nyu-York ko'chalarida tirbandlikda kutib qolishdi. Tramp BMT binosiga kirib, yuqori qavatga ko'tarilmoqchi bo'lganida esa eskalator to'xtab qoldi. Nutq so'zlayotganida telesuflyor o'chib qoldi. Turkiya prezidenti ma'ruza qilayotganida tovush yo'qolib qoldi. Shunga qaramasdan, Falastin prezidenti Mahmud Abbos o'z chiqishini masofadan turib amalga oshirganini ham aytib o'tish joiz. Chunki Isroilning sionistik rejimi ruxsat bermagani bois AQSh unga viza berishdan bosh tortgan ekan. Mahmud Abbos Isroilni harbiy jinoyatlar hamda insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. U Yahudiy davlati amalga oshirayotgan va shu paytgacha 70 mingdan ziyod falastinlik ayollar va bolalarni o'ldirgan mudhish genosidni darhol to'xtatish, garovga olinganlarni ozod qilish va Hamas ishtirokisiz siyosiy yechimga kelishni talab qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa unga kuchaygan xalqaro bosim ostida so'zga chiqdi. Bir qator davlatlar tomonidan Falastinning tan olinishi, sanksiyalar qo'yish, hatto Isroil sport jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlashishga chaqiriqlar fonida Netanyahuning ma'ruzasi bir uyum yolg'on da'volar va o'zini oqlashga urinishlar mohiyati bilan esda qoldi. Netanyahu Falastin davlatini tuzishga qarshilik qilishni yana bir bor ta'kidladi. Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olgan davlatlarni esa xalqaro terrorizm va Hamasni qo'llab-quvvatlashda aybladi. Netanyahuning yolg'onlardan iborat nutqi yig'ilganlarning keskin reaksiyalariga sabab bo'ldi. Uning ma'ruzasi vaqtida bir necha davlatlar delegatsiyalari namoyishkorona majlislar zalini tark etishdi yoki boykot qilishdi. Tramp esa Netanyahuni g'arbiy sohilni istilo qilish qaroridan qaytarishga urinib ko'rishni aytdi. Biroq ekspertlar buni imkonsiz deb baholashyapti. Ayni paytda esa Isroil G'azoga va Livanga havo zarbalari berishda davom etyapti. Har ikki hududda ham tinch aholi vakillari halok bo'lmoqda. Biroq Isroilni hech kim to'xtata olmayapti. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z nutqida Rossiyaning tajovuzkorligi faqat Ukraina uchun emas, balki butun Yevropaning xavfsizligi uchun tahdid ekanini ta'kidladi. U xalqaro hamjamiyatdan keskinroq choralar, sanksiyalar, qurol yetkazib berish va Rossiyaga bosimni kuchaytirishni talab qildi. Donald Tramp o'z nutqida yana BMTni korrupsiyalashgan va samarasiz tashkilot deb haqorat qildi. Bu davlatlarning chegaralarini yopishga, chet elliklarni chiqarib yuborishga chaqirdi va migratsiya siyosati hamda iqlim masalalarini milliy manfaatlarga tahdid deb ko'rsatdi. Trampning ma'ruzasi davrida ko'plab delegatsiyalar zalni tark etishdi. Bu norozilik yoki masaladan chetlashish belgisi sifatida baholandi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, sessiyada qabul qilingan rezolyutsiyalar monitoring, komissiyalar va majburiyatlarni sarhisob qilish va
taroziga tortish uchun asos bo'lishi mumkin. Shuningdek, BMT Xavfsizlik kengashiga bosim yanada ortishi, masalan, ko'pdan beri aytilayotgan islohotlar, a'zo davlatlar veto huquqini cheklash va a'zo tarkibini kengaytirish talablari ham kuchaytirilishi ehtimoldan xoli emas. Qolaversa, Yaqin Sharq kontekstida Falastinning bir qator davlatlar tomonidan tan olinishi siyosiy yechim tarafdorlariga yangi turtki bermoqda. Natijada Isroil o'z strategik mustaqilligini saqlab qolishga harakat qilishi, ammo xalqaro bosim ostida cheklangan darajada bo'lsa-da, muayyan yon berishlarga majbur bo'lishi ham mumkin. Mazkur tashkilot sessiyasida rasmiy qarorlar sekin qabul qilinishi sababli ko'pgina muhokamalar BMT tashqarisida, koridorlarda, vositachilar orqali va yopiq shaklda bo'lib o'tishi ham mumkin. Lekin eng achinarlisi, agar sessiyada ko'tarilgan va qo'llab-quvvatlangan takliflar amalga oshirilmasa, BMTga bo'lgan ishonch yanada pasayishi ham mumkin. Ammo agar hech bo'lmasa qisman amalga oshsa ham bu ko'p tomonlama tizimning nufuzini tiklaydi. Biroq hozirda xalqaro munosabatlardagi buzg'unchi davlat Isroil yana BMTga hurmatsizlik qilishda davom etaversa, boshqa davlatlarning ham ushbu xalqaro tashkilotdan hafsalasi pir bo'lishi aniq. Umuman olganda, BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi BMTning hamon jahon tinchligi va xavfsizlik arxitekturasida muhim bo'g'in ekanligini, davlatlar birga yig'ilib hamkorlikda harakat qila olishini ko'rsatdi, hamda mavjud inqirozlar o'zaro bog'liq jihatlarga egaligini ham namoyish etdi. O'rta qolayotgan haftada Yevropa mudofaa vazirlari yig'ilishida asosiy masala sifatida dron devori, ya'ni uchuvchisiz parvoz qiladigan qurilmalardan himoya qiladigan yagona tizim yaratish tashabbusi muhokama qilindi. Bu g'oya bejiz paydo bo'lgani yo'q. So'nggi 2 yilda Rossiya Ukrainaga qarshi urushda, shuningdek, kiber va razvedka operatsiyalarida dronlardan faol foydalanyapti. Bu esa unga qo'shni Yevropa davlatlarida jiddiy xavotir uyg'otyapti. Loyihaning mohiyati Sharqiy Yevropadagi davlatlarning havodan mudofaa va radioelektron kurash tizimlarini yagona tarmoqqa integratsiya qilishda ko'riladi. Rejaga ko'ra, mazkur devor Finlandiyadan to Qora dengizgacha cho'zilib, Yevropa ittifoqining sharqiy chegaralarini yopish uchun kerak. Loyihaga ayniqsa Polsha, Baltika davlatlari, Ruminiya va Finlandiya faol ishtirok etyapti. Chunki ular Rossiyadan kelayotgan bevosita tahdidni o'z tanalarida his qilishyapti. Polsha bosh vaziri Donald Tusk yig'ilishda Rossiya nafaqat Ukrainaga, balki butun dunyoga qarshi yovuz niyatlarini namoyon etmoqda deb ta'kidladi. Bu so'zlar Varshavaning ortib borayotgan xavotirlarni aks ettiradi. Polsha Ukrainaga qurol yetkazib berishda asosiy logistika markaziga aylandi va demak, eskalatsiya yuzaga kelsa eng birinchi nishonga ham aylanadi. Qayd etish joiz, Yevropada havodan keladigan tahdidlarga qarshi qo'shma himoya g'oyasi yangi emas. Sovet davrida NATOning NADJ havo mudofaa tizimi mavjud bo'lib, Norvegiyadan to Turkiyagacha radiolokatorlar va boshqaruv markazlarini o'zida mujassam etgan edi. O'sha paytda Yevropa uchun asosiy tahdid Sovet bombardimonchi samolyotlari va raketalari edi. Bugun esa xuddi shu tamoyil kichik radiusli dronlar va raketalarga qarshi qo'llanilyapti. Ukraina tajribasi NATO uchun katta dars bo'ldi. Rossiyaga yetkazib berilayotgan Eron Shahid dronlari strategik obyektlarga katta zarar yetkazishi mumkinligini ko'rsatdi. Yevropaliklar shuni anglab yetishdiki, klassik havo mudofaa tizimlari, masalan, Patriot havo hujumidan himoya tizimlari arzon dronlarga qarshi kurash uchun samarasiz va juda qimmatlik qiladi. Yangi va moslashuvchan yechimlar bo'lishi zarur. Ta'kidlash kerak, mazkur loyiha Sharqiy Yevropa uchun bu omon qolish vositasi ham. Rossiya bilan chegarada turgan davlatlar Yevropa ittifoq chegarasini dron va raketalar uchun o'tib bo'lmas to'siqqa aylantirishni niyat qilishyapti. NATO uchun esa mazkur dron devori yangi qo'shma mudofaa arxitekturasi uchun namuna bo'lishi mumkin. Rossiya uchun esa bu uning dronlar urushi taktikasiga bo'lingan va tarqoq holatda emas, balki uyushgan va tizimli javob berilishdan darak beradi. Biroq dron devori loyihasi yaqin orada ishga tushishi qiyin. Mazkur loyiha milliardlab sarmoya va murakkab kelishuvlarni talab qiladi. Lekin uning muhokama qilinayotganining o'ziyoq Yevropaning Ukraina mudofaasida endi Rossiya bilan bevosita to'qnashuvga tayyorgarlik bosqichiga o'tayotganini ko'rsatib turibdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan fikrlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi haftada yana diydor ko'rishguncha xayr.